Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchi obunachilarimiz. Oshxonaga beramiz. Ustunovka jarayoni tugab bo'ldi. Ishlarimiz rossiyskiy laminatdan ishlangan, bo'ylari 220 ga joylashgan ishimiz. Xonadonligimizni joylashtirganmiz. Tepasiga doimiy holda yopilib shkaflarni qo'yganmiz. Bu chekkada рабочий stol. İçler uçul holatda, tovoqlar jinevga mumkin. Vakuum holatida yopib oladi. Orqalarini konfer qilib berganmiz. Polni aylantirib bosib berganmiz. Tepalarida ham poni polkali holatda bo'ldi. Vichkalarni joylashtirib berdik. Gaspejlarni kesib joylashtirib qo'yganmiz. Duxovka mikrovalnovka tushadi. Komplektlarga qosh soladigan dastlabkilarni qo'ydirganmiz. Rossiyskiy stolda joylashtirganmiz. Zamaskalarni qilib berganmiz. Suv o'tadigan joylarini suv o'tmaydigan qilib, zashitalarni qilib berganmiz. Bu chekkada burilgan holatida shurka komplegi, mo'ka komplegini o'rnatib berdik. Mo'kasini uy egasi olib qo'yibdi. Joylashtirib qo'yib berdik. Shurkasi, qosh soladigan pastapkasi bonus ichida bo'ldi. Shu turishini pagonometrini 2.200.000 so'mdan dastlabki ustunovkalari bilan tayyorlab berdik. To'liq holat ko'rinishi. Telefon nomerlarimizni shu video ostiga yozib qoldirib qo'yamiz. Aloqaga chiqasizlar. Doim xizmatingizda bo'lamiz.